Mana shunaqa ofisingizga mebel olsangiz, birinchi ochitda status beradi. Любой kelgan klient sizni mebelingizni ko'rib, siz bilan shartnoma qilgisi keladi. Ko'ryapsizmi? Любой ofisning mebelligi rishini mana shu yerda nima edi aka? Ergomidi, Argomidi? Ha, Ergo mebel. Ko'rdinglarmi? Rishina. Buni misol uchun nima demoqchiman? Qarang, eko koja, buni stojer koja, mashina turishi bor-ku, mashina narxiga gap bo'lishingiz 57 million 765 ming. O'zbekistonda bitta bo'lasiz, javob beraman gapimga. Orqasidagi bor-ku, bu ham alohida tegmadi. Qarang, 54 million 121 ming. Bu ham O'zbekistonda hozirgi kunda bitta. Dizaynni ko'ryapsiz, noodatiy. Dizaynni o'zi gapirib turibdi-da, siz ko'rdingiz bo'ldi. Dizaynni ko'rgan odam siz bilan so'rashga qo'li bormaydi. Ko'ryapsizmi, mana seriozniy bor-ku. O'tirib olasiz, kofeni damla, deysiz. Siz bilan aytamiz, xullas sizga shunaqa mebel kerak, egalar nomerini yozib qoldiraman. Men nomimdan sizlar shunaqa O'zbekistonda bitta bo'lish xohlasangiz, shu mebelni xarid qilasiz.